Alaykum. Assalomu alaykum komissiya a'zolari. Bugungi suhbatimizni qurilish montaj ishlari ustidan nazorat bo'limiga yetakchi mutaxassis lavozimiga nomzodlar topshirgan muvaffaqiyatli 16 ta nomzod o'tgan test sinovlaridan undan bittasi Karlibayev Mirza Davlet Murod. Hozir chaqiraman. Aleyküm. Karlibayev Mirza Davlet Murod o'g'li Davlet Murod Berdimurat o'g'li 62,5 ball bilan test sinovidan muvaffaqiyatli o'tganlar. Tasodifiy savol, random savollar bo'ladi. Komissiya a'zolaridan tanishtiraman. Komissiya raisimiz boshlig'ining hududiy inspeksiya boshlig'ining birinchi o'rinbosari Majitov Sherzod Tohirovich, yuridik byurosi boshlig'i Halilov Mirzo Bozorovich, kompleks nazorat sho'basi bosh mutaxassisi Qurbanov Jamshidbek Abdumalikovich bo'ladi va qurilish montaj ishlari ustidan nazorat bo'limi bosh koordinatori To'laganov Husanjon Samirjonovich. 5 ta savol tasodifiy savollarga javob berib, bilganingizga javob berib ketaverasiz. İnşaat deganda nimani tushunmas? Inşaat bu spetsobyektlar bo'lib, nimalar ko'priklar, tunnellar, yani gidroelektrostansiyalar, xizmat ko'rsatuvchi nimalar hisoblanadi. Qanday hollarda himoya kaskalari va boshqa zaruriy shaxsiy himoya vositalariga ega bo'lmagan xodimlarga ishlarini bajarish ruxsat berilmaydi. Yo'q, qurilish obyektlarida himoya vositalarisiz, kaskalarsiz ishlash taqiqlanadi. Har bir qurilish obyektida yurgan har bir ishchi kaskalarda mo'ljallangan o'rnida yurish kerak. Spesialniy himoya vositalarida kaskalar taqib, texnik xavfsizlik talablarini bajarish shart. Uchinchisi. Qaysi hujjatda yozilgan shu? Tak. Shenka 301 qurilish 23-yil qurilish xavfsizligi Shenkasi. Xullas, savolga ruxsat beriladimi, berilmaydimi? Masala beriladimi, berilmaydimi? Maxsus kiyimsiz qanday holatlarda Yo'q, ruxsat berilmaydi? Ruxsat berilmaydi. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi 2021-yil 17-sentyabr 579-sonli qaror mazmuni va mohiyatini tushuntirib bering inshaalloh. Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 17-sentyabrda 579-sonli qarori shaharsozlik hujjatlarini ekspertizadan o'tkazish tartibi to'g'risida ko'rsatilgan talablar bo'yicha smeta loyiha hujjatlari keyinchalik qurilish bosqichida ishlash mumkin yo mumkin emas degan ekspertizadan o'tkazish hujjatlarni ekspertdan o'tkazish tartibi ko'rsatib berilgan to'liq. Gazingga tegishli bandi qaysi nima deyilgan? Gazingga Inspeksiyaga, ya'ni gaz nima inspeksiyaga taalluqli. Inspeksiyaga taalluqli to, что registratsiyani o'tkazayotgan vaqtida bular reyestrga yuklangan bo'lishi shart, QR kod bilan tasdiqlangan bo'lishi kerak. Yana tasdiqlangan bo'lishi kerak. bitta norma kiritilgan shu.
Bu savollar Argus'ta bor, ha? Mhm. Amazon. TNK 301-02-23 qurilish xavfsizlik texnikasi shahar sog'liq normalari va qoidalariga muvofiq himoya to'siqlarining konstruksiyasiga qanday talablar qo'yiladi? Qurishda har bir obyektda 110, 120 bo'ladi. Vertikal nimalar bilan o'rnatilgan bo'lishi kerak. Eng kami 40 santimetr bo'lishi kerak. Keyin u bo'yicha har bir odam qurilish obyektida yurgan paytida yiqilib ketganda yoki nimadir bo'lganda shu odamni yiqilib ketishdan saqlab qolish kerak. ISO 17023 standartiga ko'ra laboratoriyada qo'llanilgan sinash va o'lchash vositalariga qanday talablar qo'yiladi? Talablar belgilangan. Keyingi nomzodimiz Choriyev Sardor Asqar o'g'li bo'ladi. O'zicha. Bu
Bu tarafa turmuş işlemeyen değil mi? Hadası usul. Ko'riyevlar davrasi farog'li bo'ladilar. 62,5, 67,5 Majidov Sherzod Tohirovich bo'ladilar. Yuridik byuro boshlig'i Halilov Umurzoq Bozorovich, kompaniyasi nazorati xizmati bosh mutaxassisi Qurbonov Jamshid, Abdulmanimov bosh koordinator bosh mutaxassis To'laganov Husanjon Samirjonovich bo'ladi. Random savollari, bilgan savolingizga javob berib, o'qib savollarga javob beraverasiz. Ulardan iborat. Qurilishda texnika xavfsizligi inson hayoti omiliga xavf tug'dirmasligini oldini olish, shahar norma qoidalarida Shenka 3.01.02 kuzatuv moslama. 4-savol. Qanday video kuzatuv moslamalari mavjud? Video kuzatuv moslamalari PTZ video kuzatuv mavjud. 360 gradusda ko'rinadi hamda tepaga 90 gradusga borib tushib chiqadi va yaqinlashtirish xususiyatiga ega. Yana Tlim degan video kuzatuv moslamasi mavjud. Kran ostiga qo'yish mavjud. Keyin Turji va quyosh panelli video kuzatuv mavjud. U video kuzatuvda simsiz sinov. 5-savol. Sinov laboratoriya akkreditatsiyadan o'tkazish tartibi nimalarni o'z ichiga oladi? Akkreditatsiyadan o'tkazish tartibi, ular ariza yo'llaganda qonun turib hujjatlarni, laboratoriya xonasini, keyin laboratoriya uskunalarini va laboratoriya mutaxassislarini bilimini, malakasini tekshiradi. Agar hamma agar o'tolmasa noma'lum muddatda kamchiliklarni bartaraf etish uchun muddat beriladi va o'tgandan keyin 1 yil davomida 1 yilda bir marta sinovdan yana qayta o'tkazish amaliga ega vakolatga. Laboratoriyalarning sifat tizimi hujjatlari deganda nimalarni tushunasiz? Laboratoriya sifat tizimi hujjatlari laboratoriya xulosasi, laboratoriyaning ijobiy xulosalari, keyin sifat tizimi hujjatlari, ish jurnallari, yana laboratoriya qurilish materiallarining sifatligi sertifikatlari shular kiradi. Konstruksiyalarning texnik holati qaysi parametrlar bilan baholanadi? Konstruksiyaning texnik holati laboratoriya xulosalariga asoslangan holda baholanadi. Konstruksiyalarning 3 xil tekshirish usuli bor. Beton konstruksiyalarining buzmasdan keyin yarim buzish va buzish. Buzmasdanga ultra tovish, keyin sklerometr uskunaga kiradi. Yarim buzishga konstruksiya sirtiga teshik hosil qilgan holda anka boqiladi va anka uzilib ketgunicha tortiladi. Buzish holatlarida parma bilan o'yib kesib olinib, silliqlanadi va asbob bilan siqiladi. Konstruksiyaning texnik holati. Tugatdingmi? Konstruksiyaning texnik holati deyapti. Mana misol uchun mana shu binoda mana shu devorning texnik holati. Sen hozir betonni laboratoriya qilish jarayonini sanab berding. Mana shu devordagi mana shu konstruksiyani qanaqa qilib bilsa bo'ladi texnik holati? Vizual kuzatuv orqali. Qanaqa tartibda bo'ladi o'sha? Konstruksiyalarda yoriqlar, anovlar bo'lmasligi kerak.
Kaspressning texnik holati instruktorlar texnik xulosaga asosan baholanadi. Mani savolim yo'q. Qaysi hujjatda video kuzatuv moslamalarini o'rnatish qaysi tashkilotlarga majbur qilib belgilangan? 2025-yil 14-apreldagi PF 66 sonli farmonga asosan qurilish obyektiga kuzatuv kameralari o'rnatilishi lozim. Davlat obyektlariga hozirda hamma obyektlarga kuzatuv kamerasi o'rnatilishi lozim. Onlayn kuzatish bu qurilish obyektining ichidan noqonuniy qurilmalarni oldini olish, keyin inson qurilish ishchilari texnik xavfsizlik me'yor qoidalariga talabga javob me'yorlarga rioya qilayotganligi hamda jamiyat va qurilish o'rtasidagi onlayn kuzatuv vositasi. Bu buyurtmachi tashkilotga ham qurilish obyektiga har kim kelmasdan kameradan ko'rib xulosa chiqarib olishga, loyihachiga borib kelishni oldini oladi. Seysmika bo'yicha qabul qilingan qarorlardan qaysilarini bilasiz? Seysmika bo'yicha 713-sonli qaror. Buni qaror bormi? Yo'q, 713-sonli qaror, 713-sonli farmoyish bor. Seysmika bo'yicha, keyin Qarorni farmoyish. farmoyish bo'lgan. Keyin 405-sonli bino inshootlarning mustahkamligini mustahkamligini oshirish borasida chora tadbir to'g'risida qaror bor. Savollaringiz bormi? Menda bor. Yo'q, bo'ldimi sizni? Bo'ldi. Korrupsiya degani nimani tushunasiz? Korrupsiya deganda manfaatlar to'qnashuv bo'lmasligi, buyurtmachi hech qanday pora olmasdan ishlash kerakligi korrupsiya holatiga kiradi. Bo'ldi, manda. Savollaringiz. Mirzomazod, Inspeksiya eng asosiysi qaysi hujjatlar bilan ishlaydi? Shaharsozlik norma qoidalari bilan, shaharsozlik kodeksi bilan, keyin 602-sonli qarori bilan, 496-sonli qarori bilan, Nimani qarori u? 496-sonli qaror qurilish obyektida Prezident qarorimi? yo'q, Vazirlar Mahkamasining, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2022-20 avgustdagi 496-sonli qarori. Bu Ya mayli, kerak asosiylarni aytib ber buni. 200-sonli qaror, keyin Vazirlar Mahkamasining 219-sonli qarori. To'g'rimi? Qaysi bu? Qaysi bu? 212mi? 214. Taqalardan shu. PXlardan PX 229 energiya tejamkorlik samaradorligi borasida 220. faoliyat bo'yicha. Inspeksiya faoliyati. Inspeksiya faoliyati bo'yicha deysizmi? Sizga savol inspeksiya faoliyati bilan bog'liq
Normativ hujjatdan so'radi. Energiya samaradorlik. Ha. Boshqa yo'q. Oltmish oltini o'qiganmiz. F66. Ha. Deb yozilgan. F66 inspeksiyaning qurilish vazirligi huzuridan Vazirlar Mahkamasiga o'tganligi, QR kod pasport o'rnatilishi, keyin onlayn kuzatuv kamerasi o'rnatilishi, inspeksiyaning qilish, takomillashtirish, inspeksiya faoliyatini takomillashtirish. Savollar. 713 qonun bo'yicha etildi. Ha, tebriklovchi. Bu savol yo'q. Savol yo'q sizlarda? Savolda yo'q. Komissiya a'zolariga e'tirozingizmi? Yo'q. Shaxsiy kabinetingizda e'lon qilamiz. Rahmat. Rahmat sizga. Keyingi nomzodimiz Zokirov Zohidjon Zokirovich bo'ladi.
Bering. Shahboz degani kim? Muratov Azizbek Farhod o'g'li 57,5 ball bilan muvaffaqiyatli o'tganlar. Test sinovidan komissiya a'zolarimiz bilan tanishtiraman. Komissiya raisimiz Majidov Sherzod Tohirovich, Halilov Umurzoq Bozorovich yuridik byurosi boshlig'i bo'ladi. Compliance nazorati sho'basi bosh mutaxassisi Qurbonov Jamshidbek Abdumalikovich va qurilish montaj ishlari ustidan nazorat bo'limi koordinatori bosh mutaxassisi To'laganov Husanjon Samirjanovich. Referendum savollari 5 ta savol o'qib javob beraverasiz. Production va millat Muratov Azizbek Farhod o'g'li. Murodov. Birinchi marta beryapsizmi? O'qib javob beraverasiz. nazorat.mc.uz tizimi nima? Bu shaffof qurilish o'sha portali. Bu bu portalda hamma qurilayotgan obyektlarni nazorati olib boriladi. Ya'ni agar obyektda monitoring o'tkazilgandan keyin qanaqadir kamchiliklar chiqqan bo'lsa, shu portal orqali предписание, ya'ni yozma ko'rsatmalar beriladi va shu yozma ko'rsatmalar bajariladi. Bu tizimdan Gasen tomonidan inspektor, qurilish obyektida texnik nazoratchi, mualliflik nazorati, ichki nazoratchi foydalanadi. Bu tizimda nima deydi, obyektdagi hamma hujjatlarni ko'rish mumkin. Arxitektura hamma hujjatlar, ya'ni ayarlarni Gasen xulosasi, ekspertizasi, proyektlar, shu hamma laboratoriya xulosalari ko'rish mumkin. Shu keyingisi qurilish obyektlarini onlayn kuzatish markazlari tomonidan obyektlardagi kameralarni kuzatish orqali qanday natijalarga erishish mumkin? Qurilish obyektlarida onlayn kuzatish manimcha yaqinda chiqdi. Buni men axborotlarda ko'rgandim. Bu bo'yicha 1420 ta kamchiliklar chiqqani ham yozilgandi. Bu yerda juda ko'p kamchiliklarni topib, o'sha joyda aniqlab bartaraf etish mumkin. Uchinchisi, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 20-maydagi 321-sonli qarori mazmun va mohiyatini tushuntirib bering. Birinchi sonli qaror adashmasam Nisushya ограждающий konstruksiyaga bog'liqdir. Yo'q, bilmadim uchinchisini. Ma'lum texnik jihatdan tartibga solish sohasidagi hujjatlarga qaysilar kiradi? Texnik jihatdan tartibga solish sohasidagi hujjatlar kiradi. Texnik jihatdan o'zimni fikrim bu akt skripti, yopiq ishlar akti, исполнительная схема, промежуточная ответственная конструкция, jurnallar, o'sha jurnal, beton jurnali, сварочный jurnal, jurnal kordon kontroli, авторский jurnali, sertifikatlar va laboratoriya xulosalari kiradi deb o'ylayman.
ISO 17025 standarti laboratoriya faoliyatida oid qanday talablar belgilaydi? Belgilaydi. Bu 5-chi savolda biladiganim asosan xalqaro standart bo'lib, bu shu laboratoriya korxonalarini beriladigan sertifikat deb o'ylayman. Bu Qo'shimcha savollarga bormi? Aniqlashtirish uchun. Ikkinchi savol bo'yicha nima afzalligi bor? Afzalliklardan bittasi Gasin inspektori vaqtini ketkazib borib o'tirishi shart emas deb o'ylayman. Shu nima deydi, o'tirgan joylarda yo'licha alohida belgilangan odam shu nima deydi, onlayn kuzatib kamchiliklarni yoki ish jarayonini ko'rishi mumkin. Afzalligi vaqt kamroq ketadi. Yana operatsion ishlash narasini ham beradi. Operatsion deganim tez. Masalan, kamchilik chiqqandan keyin emas, shu kamchilik bo'layotgan payti joyida to'g'rilab ketish. Yana bormi qo'shimcha savollar? 120-chi qaror buyurtmachini faoliyatini tartibga soluvchi qaror. Ichki texnik nazorat, moliyaviy nazorat, keyin kontrolni ham berib bor 4-lavozimda. Texnazor ishlagansiz, Habibga. Ha, texnazor bo'lish. O'qimagansiz. Yo'q, o'qiganman da. Staj qilib 4-chi kategoriya olgandim 2025-yilda shu o'rtalarida. O'sha paytda bor edi, to'g'ri, shu savollar ham bor. Nazorat tizimi deyiladi-ku. U kimlarga bilan bog'liq ishlaydi bular tizim? Kimlar o'rtasida? Kimlar o'rtasida? Shu Gasin va obyektdagi Yo'q, integratsiya qilingan tashkilotlar, yana qanaqa tashkilotlar integratsiya qilingan? Shuni so'ramoqchimisiz? Qurilish obyektidan boshqa yana kimlar bo'ladi? qurilish obyektidan boshqa Nima orqali? Qurilish subyektlaridan boshqa yana kimlar ishlaydi demoqchiman. Допустим, bu platforma. Nazorat platforma. Qurilish ishtirokchilari, inspeksiya yana bog'liqmi bir-biriga? Qanaqa bu? hammalik bir-biriga bog'liq. Platformaga ulangan ular. Qurilish ishtirokchilari. Ishlaydi bu. Oldin nima ishlagan o'zi? Qurilish firmalarida ishlagan ekan. Gazim boradimi hozir? Bir yil borgan xizmatdan ish joyini. Obyektga, ha? Tutushuz. 25 har xil ishga o'tgan. Yo'q, endi oxirgi anaqalarda sal отделkalar adashgan ekanlar, chunki bu 3ta firmada aylanyapsiz. 3ta firmada texnazor bo'lib ishlaysizmi hozir? yo'q, 2ta. 2ta. Hozir ham texnazor. Hozir ham teknik. Hozirgi ish joyim shu Dream Level firmasida, undan oldin SG, ya'ni enerji firmalarida texnazor. 2 yildan ortiq. Hozir qanaqa siz bir vaqtda ikkita ishtirokchi bo'lasiz? Nima deydi, mehnat Ham davlat nazorati, ham texnik nazorat qanaqa bo'ladi? Davlat nazoratiga kirsa bilan bo'shab. yo'q, ulardan U bo'shatmaydi, bunga bog'liq emas hozir. Yo'q, bo'shatadi. Bu ariza yozib berilgan mehnat kodeksiga asosan ikki tomondan mehnat shartnomasi bekor qilinadi. Bu bo'shalmaydi hozir. Yo'q, tushundim. Men aytdim. Mayli, keyingi masala. Keyingi masala shunaqa. Savollar bormi, qo'shimcha savollar?
Komissiya a'zolari o'zining Yo'q, yo'q. shaxsiy kreditini e'lon qilamiz. Rahmat.
xodimlari Ismoil Batman.
İman yozibdim. Shogird Shahidov. Hoshim Hasan Kamiljonov 60 ball bilan muvaffaqiyatli o'tganlar. Komissiya a'zolaridan tanishtiraman. Komissiya raisimiz Majidov Sherzod Tohirovich, yuridik byurosi boshlig'i Halil Umurzoq Nazorovich, kompleks nazorati sho'basi bosh mutaxassisi Qurbonov Jamshidbek Abdumalikovich va qurish montaj ishlari ustidan nazorat bo'limi koordinator bosh mutaxassisi To'laganov Husanjon Samirjanovich. Random savollari 5 ta savol, haftasiga savol javob berib ketaverasiz. O'qib javob beraverasiz. Birinchisi nazoratning sizda afzalliklari nimada? Tizimning afzalliklari. Bu onlayn nazorat, men bilganim, onlayn nazorat markazi deyiladimi? Shunaqa. Afzalliklari endi o'sha aniq vaqt anaqasida nazorat qiladi. Unaqa zo'r emas ekan ma'lum. Ikkinchisi yo'tavering Ishchi va bilmayman. konstruktiv armatura. Armaturalarga ta'rif bering. Ular bir-biridan qanday farq qiladi? Ishchi armatura va konstruktiv armaturalar. Konstruktiv armaturalar montajda nimalardir vazifani bajaradi. Ishchi armatura asosiy armatura asosiy anaqada. Nima deydi hozir? Ishchi armatura mana faraz qilish uchun tushuntirib olaman. Misol uchun rigel ikkita kolonnaning o'rtasida turibdi. Asosiy ko'taruvchilarga Moment deganda ishchi рабочий stержень deyiladi. Shunaqa ma'noda so'ralyapti. mana xuddi shunaqa qilyapti. Ishchi armatura asosiy ko'taruvchi vazifalarni bajaradi. Konstruktiv o'sha montaj anaqalarda vazifa ko'rsatadi. Konstruksiya yuk ko'tarmaydimi shunaqada? Ha? Konstruksiya armatura shunday yuk ko'tarmaydimi? Shunaqa tushunsa bo'ladimi? Konstruktivmi? Konstruktiv armatura ham ko'taradi. Nima farqi bor? Ishchi ham yuk ko'tarishni ishlatilar ekan, konstruksiya ham yuk ko'tarar ekan. Nima farqi bor? O'tira qoling. Bu bo'ladi. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi 20-aprelda 2 sonli qarori mazmun muvofiq. 2 sonli qaror. Mazmun tushuntirib bering. Qurilishga oid bo'lgan Siz bitta o'qib aytavering, keyin qaytamiz, o'tib ketmasin. Eslagisiz, keyin qaytaverasiz. Men bunga javob bermadim deysiz, qaytasiz. To'g'ri o'qiyvering. qurilish obyektida inspeksiya mutaxassis tomonidan qanday choralar ko'riladi? Qurilish obyektida inspeksiya mutaxassis tomonidan ogohlantirish, ma'muriy choralar ko'riladi. Keyin qurilish taqiqlovchi qurilish to'xtatib qo'yishi ham mumkin. O'zidan o'zi keladi, jarima qiladi, taqdirda qurish to'xtatib qo'ydimi? Yo'q, qanday choralar ko'riladi? Qanaqa chora ko'riladi?
qurilishda e, sifatsiz materiallarni ishlatilishini oldini olishi mumkin. Qurilish obyektida nazorat qilayotgan paytida noqonuniy qurilmalarni aniqlashi mumkin. Aytayotgan narsalar to'g'ri. Birinchi bo'lib nima qiladi? U etapga sразу borib jarima qilib tashlay olmaydi, sразу borib taqiqlab tashlay olmaydi. Yo, birinchi ko'rikdan o'tkazib, O'tkazdi, vizual ko'rikdan o'tdi. Endi Ogohlantiradi. Ogohlantirdi. Keyin nima bo'ladi? Oldida bor ogohlantirdi, meni jarima qilaman deydimi? og'zaki ko'rsatmalar beradi. Mozak ko'rsatma beradi. Hozir ya. Bu laboratoriyalarda ishlatishlar. O'rgatuvchilarni degan bilimlarni tushunmaslik va u qanday amalga oshiriladi. Buni bilmasak ham 2-sonli qaror bo'yicha shu qurilishga oid bo'lgan hamma normativ bunaqalarni reglamenti deydi. 2-sonli qaror. Davlat xizmatlari ko'rsatishi reglamentlarini belgilab beradi qurilishga oid. Reglament to'g'risidagi qaror edi. Qo'shimcha savollar bormi? Sog'lom. Savolingiz bormi? Bor. Ben bir savolni aytdingiz, siz buni nimada deb afzalliklari nimadan iborat? Nazoratda. Onlayn nazorat. Shu qurilish ishtirokchilariga nima afzallik beradi? Nazorat birinchi o'rinda shaffof bo'ladi. Hı hı. Afzalligi. Lekin onlayn nazorat bo'lgandan keyin vaqtdan yutiladi bu yerda. Samaradorligi nimadan iborat? Nima deysiz? Uni ish samaradorligi yaxshi tomonga o'zgarishlar asosan afzalliklari endi. Shularni aytmoqchi. Qachondan ishga tushdi u? Yigirma ikkinchi yil oy esimda ma'lum tushunadi. Integratsiya qilingan, ha? Qaysi tashkilotlar bilan integratsiya qilingan? Qurilish ishtirokchilari bilan, nima kimlar bilan? Ma'lum. Endi kelolmay-ku ishga. Yana savollaringiz bormi? Komissiya a'zolariga e'tirozingiz yo'qmi? Yo'q, Shaxsiy kabinetimizga javobini e'lon qilamiz. Rahmat. Keyingi nomzodimiz Salimov Shahboz Azamatov. Mahmud.
Sherali. Talonov Sherali Kamonovni 72,5 ball bilan muvaffaqiyatli test sinovidan o'tkazdi. Komissiya a'zolarini tanishtiraman. Komissiya raisimiz Majidov Sherzod Tahirovich, yuridik byurosi boshlig'i Halilov Umurzoq Bozorovich, kompleks nazorat sho'basi bosh mutaxassisi Qurbonov Jamshidbek Abdumalikovich va qurilish montaj ishlari ustidan nazorat bo'limi koordinator bosh mutaxassisi To'lagan Husanjon Samujonovich. Referendum savollari bittadan o'qib javob bersangiz bo'ladi. Qizil chiziq atamasi ta'rif berildi. Qizil chiziq hududlarning chegaralarini belgilaydigan va binolarning qurilishda binolarning qurilish chizig'ini, qurilish maydonini belgilab beradi qizil chiziq. Hududlarning yo'llardan, boshqa obyektlardan ajratib turadigan chiziq qurilish chizig'i. Hududlarni yo'ldan ajratadigan chizuv, binolarni Yo'llardan masalan, keyin binolarning qurilishlarning qurilish shunaqasini belgilab beradigan chiziq. o'zini hududini belgilaydi. Qurilish hududini belgilab beradi obyektlarda. Buni boshqa qanaqasi ham shuni Sizga o'tiring. Shahzoda faoliyat obyektlar qurilishlarini qanday nazoratlar amalga oshiradi? Davlat nazorat turi bor. Bu qurilish xo'jalik sohasidagi inspektorlar tomonidan texnik nazorat buyurtmachi tomonidan belgilangan maxsus sertifikat bergan xodim tomonidan amalga oshiriladi. Muallif bunaqasi bor. Nazorati bu o'sha obyektlar loyihaning muallif tomonidan, arxitektor tomonidan amalga oshirilgan nazorat turi bor. bo'ldimi? Qurilish mualliflik bu Yasa, ha. Pudratchini ichki nazoratchisi bo'lmaydimi? ichki nazoratchi ham bor. Bo'ladi. Ichki nazoratchi bor. Ichki nazoratchi. Qurilish montajlari qaysi qarorda amalga oshiriladi? 2019-iyulda 19-martda 2019-yil 559-yil Vazirlar Mahkamasi 559-sonli qaror bor. Masalan 19-mart 2019-yilda. Mana teoriyada kasb beton mustahkamligini aniqlash qanday usullardan emas. Bu masalan buzib olish usuli, keyin buzmasdan nima qilish bor, masalan siklomer anaqa keyin kubik shaklda bor. Kubik shaklda namuna olib 28 kun davomida beton mustahkamlanadi va unga kompressor yordamida bosib beriladi. Sizni aytishingiz bo'yicha Shu beton loyihasini aytgan ekanmiz. ayting bo'lmasam javob bering. Buzib olish va anaqada buzib olish va buzmasdan amalga oshiriladi. Atrif kerin demoqsiz, to'g'rimi? Shimit bolg'asi bor, keyin anaqa bor. Bo'ldi, tushundim. Nomi ismi keyin qoldi. Shimit qilish yo'li bilan yoki atrif kerin qilish yo'li bilan aniqlanyapsiz. Mana keldingiz, men boshqa savol o'zdan savol berolmanda. Siz mana bitta qarab turibsiz, mana temir beton konstruksiyada azimutiv shina bor. Siz uzib oldingiz, markaz to'g'ri chiqyapti. Yoki shimit urdingiz, markaz yaxshi chiqyapti, oshiq bilan chiqyapti. Qanaqa baho berasiz bunga? Markaz chiqsa anaqa. Sizni gapingizda aniqlandi bo'ldi. Markaz beton yaxshi chiqsa, konstruksiya yaxshi deb aytyapsiz siz. Yo'q, betonni namunasini aytganda boshda anaqa. Aytingizda nima qilasiz? Bu mustahkamlik aniqlanyapti-da. Konstruksiyaning mustahkamligi. Konstruksiyaga ochiq joy bo'lsa, anaqada loyiha bo'yicha armatura lamasi qo'yilgan bo'lsa, keyin beton markaz bersa, shunda mustahkam bo'ladi. Hozir mana temir beton yopiq bo'lsa, ichida qanday armaturalar qanday taligida qo'yilgan, tartibda qo'yilganmi?
nazorat institut tizimi bu shu pudratchi va qurilish hujjatlarini xo'jalik sohasi pudratchi deb jismoniy yuridik shaxslar buyurtmachilar va qurilish hujjatlarini xo'jalik sohasini oddiy nazorat inspeksiyalar o'rtasidagi onlayn tizim. Bunaqa obyektlarni masalan ariza jo'natish, foydalanish, qabul qilish ularni ro'yxatdan o'tkazish uchun tizim orqali foydalaniladi. Qaysi sodir bu ikkinchi. Aha. Nima deb savol beradi? Nazorat tizimi nima u? Platformami? Ba'zi saytlarda bittasi hududida nima bu? Avtomatlashtirilgan tizimda masalan startda bo'lsa Nimaga u? shu buyurtmachi, loyihachi o'rtasida onlayn muloqot qilish, masalan ariza berish, obyekt ro'yxatdan o'tkazish uchun, foydalanish, qabul qilish, onlayn murojaat qilish uchun, shaffoflik bo'lish uchun shu tizim orqali foydalanadi. Qachondan ishga tushdi u? Ana bu nazorat ishlarini amalga oshiradi deb bizlar qurilish qanday jarayonda qaysi turlari amalga oshirilyapti bu? Aytamiz. Uchinchi qanday nazorat turlari? Muallif nazorati, texnik davlat nazorati, ichki nazorat. Obyektlar deyapmiz. Obyektlar shaharsozlik davlat Ishlaydi bo'ladi. Bosqich. Davlat nazorati shu qurilish hujjatlari xo'jalik sohasida nazorat inspeksiya. Davlat nazorati inspeksiya. Obyekt turibdi. O'sha nechta bosqich? 5 ta bosqichda. Ko'rikni o'tkazishyapsiz. Instrumentlar 5 ta bosqichda. Birinchisi obyekt haqida ma'lumotlar yig'ish, keyin vizual ko'rikni o'tkazish, keyin instrumental, keyin to'plangan narsalar. Bu qayerda yozilgan? Ha? Qayerda yozilgan? Vizual ko'rib kelib, keyin nima qilish, bu yangi mana bu ideya. Qaysi qaror nimada bo'ladi? Shunaqa savol borda, instrumental binolarni texnik ko'rikdan o'tkazishni bosqich amalga oshiradi. Inspeksiya arxitektura ekan o'zi. Inspeksiya asosan qaysi qarorlar bilan ishlaydi? 602 qaror bor. Nizom tasdiqlash to'g'risida. Nima bu? Prezident qarorimi? Yo, Vazirlar Mahkamasining 25-yil. Aha, yo'q. Hop, yo'nalish. Eng asosiy yo'nalish. Uchinchi tekshirish bor, buyurtmachilar to'g'risida. 374 buyurtmachilar bilan ishlash, ha? bilan ishlash. Aha. O'zgardi nomi, hop. Ma'muriy reglament bu. Vazirlar Mahkamasi qarori. 200 sonli qaror bilan ishlaydi, bu juftdan katta binolar. Mana tadbirkorlik subyektlarini nazorat qilish uchun nima qiladi? Inspektor bor. Qaysi asosda ishlaydi? Nima bo'lishingiz? Tadbirkorlik subyektlari.